Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun bilginiga amal qilish bilan to'lilgan taqvodor sahoba Urva ibn Zubayr haqida to'xtalamiz. Urva ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr ve Mus'ab ibn Zubayr üçü bir tuqqan. Bular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayali Ayşe radıyallahu anh'ın acisi Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğulları. Dadısı Zübeyir ibn Avam tunulgan katta sahabelerden. Bir günü Abdullah ibn Zubayr, Mus'ab ibn Zubayr, Urva ibn Zubayr ve Abdülmelik ibn Mervan töti bir yerde oturup paranlaşıdı. Bu töti dost hem de qarindosh hem dost. Paranlaşıdı. Paranlaşış jarayonida hammasi o'zininki arzu armonlarini, keyin qandaq odam bo'lganligini so'zlashdi. Abdullah ibn Zubayr men musulmonlarning emiri, boshlig'i bo'lishni xohlayman deydi. Mus'ab ibn Zubayr men Iroqqa hokim bo'lsam deydi. Abdülmelik ibn Mervan men bütün musulmonlarning xalifasi bo'lishni arzu qilaman deydi. Keyin bularning to'rtalisi o'zining arzu qilgan armonlarga yetidi. Demak, inson nimani arzu qilsa, nimani armon qilib shuning oqisidan mangsa, chuqum shuningga yetidi. Shunga güzel tilaklarda buluş, güzel armonlarda buluş lazım. Ameliyatda Abdullah ibn Zubayr musulmonlarning emiri bo'ldi. Mus'ab ibn Zubayr Iroqqa hokim bo'ldi. Abdülmelik ibn Mervan musulmonlarning xalifasi bo'ldi Iroqda. Dunyoga dangliq xalifalardan bo'ldi. Urva ibn Zubayr o'qib katta olim bo'ldi va shu o'qig'iniga, bilginiga amal qilgan eng taqvodor kishi bo'lib tarixga qayd qilinadi. Urva ibn Zubayr kechalari tahajjudda Qur'on Karimninki 4ning birini o'qisa, yodisqa o'qisa, ash 4ning birini kunduzi Qur'onga qarab o'qiydigan shunda odati bor ekan. Yozning issiq kunlarida, uzun kunlarda ko'p anda nafl ro'za tutadi ekan. Uzun tunlarda, ya'ni kechalarda tahajjud namozida uzun anda namoz o'qiydi ekan. Ve kishilarga qo'lidan kelishi yaxshilik qilgan yani. Shunchalik mard hamdi. Madinada nati katta bir beg'i bor ekan. Beg'i 4 tarafdan ayda qo'rishalgan. 4 tarafdan 4 ishga echib qo'yilgan. Bog'ning ichida nati tatliq suv eqiyotgan. Xormalari shunda xil nati isil xormalari bor. Buni her qandaq bir kishi kelib su ichib, su elib kesse buludu, xormadan xalqancha yeb kesse buludu deb shundaq ichib teg'likanda. Madina ahli foydalanadi ekan shundaq. Urva ibn Zubayr kishilar o'qitdi ekan, bolalarni o'qitdi ekan, kishilarga vaz nasihat qildi ekan va o'zi o'qigan ilmiga amal qildigan shunda bir kishi ekan. Şu Medine ehli onu nadibek hürmetlaydı ki. Onun ilmini la emas, ilmi hem takvalıqı ve okuğunuğa emel kılıp, bilginiga emel kıldıqanlıqı sebeplik. Bir günü Abdülmelik ibn Mervan xalifa bo'lgandan keyin Iroqda bu do'sti Urva ibn Zubayrni
mehmonga taklif qildi yani. Bizga kelib, bizni ziyoratda bo'lib keting deb taklif qildi. Shu taklifga asosan Urva ibn Zubayr 7-8 yoshlik bir bolasini elib Iroqqa bordi. Uni noatibak hashamatlik qarshi oldi. Shunda yaxshi qarshi oldi, yaxshi mehmon qildi. Shunda go'zal, shunda xo'shallik kunlarning birida kutilmagan ahvolda bir ko'ngilsizlik bo'ldi. U qanday bo'ldi desa, Urva ibn Zubayrninki 7-8 yoshlik bolasi xalifaning yaramlıq atlarını ko'rish uchun atxonaga kirdi boshqalar bilan. Shu atxonaga kirib yiqilishib kelganiga bir at tepib etib, aşağıda vafot bo'lib ketdi. Buning hamda Urva ibn Zubayrning naytibak ish chaqirdi, shunda ko'ngli bearam bo'ldi, lekin Allohga sabr qildi. Allohning taqdiri bilan bo'ldi. Allah o'zi elib ketdi, o'zi bergandi, o'zi elib ketdi deydi. Endi mushu musibatni aran shu ko'tarib turgan vaqtida bu Urva ibn Zubayrning putiga bir yara chiqib qirib, bu ishib ketib, bu puti faqat qaridab ketdi. Shunda bu putini shu zamonning doktorlari kesib etmasak bo'lmaydi, bedanga tarab ketdi deydi. Kesishga to'g'ri keldi. Abdulmalik ibn Marwan o'zi xalifa bo'lgandan keyin nayt usta doktorlarni chaqirib uningga taklif qildi davolashga. Ular kesishdan burun endi sizga binasi uchirvatmasak, mas qildigan binasi uchirvatmasak, chidamaysiz putingizni kessak degandan keyin, yo'q. Men anda harom bilan davolanmayman. Haromni qat'iy og'zimga olmayman, uni qilmayman deb turdi. Ya bu chidamaysiz aytib qilmasak bo'lmaydi desimi gapiga unmaydi. Men Allohni zikr qilib faqat butun vujudim vushum Alloh taolo bilan bo'lib turgan vaqtimda kesinglar, men ashuna bardoshlik berman deb turdi. Keskil qopqandan keyin 4-5 odamni uning yeniga akildi. Bu nima odamlar desa, endi kesgan chaqda chidayolmay, endi haliqi yumulinib, putingizni tatib nuqib ketsangiz, biz joyda qilamay qolamiz. Shunga sizni tutib turtganqa degan, yo'q, chiqirib o'tinglar bu odamni, chidayman men. Bo'ldi, chidayman, chiqirib o'ting dedi. Ma'qul deb chiqirib atgandan keyin shu putni dastlabda pichoq bilan teri bilan go'shtni kesidi, undan keyin so'ngakni hardab kesidi. Kesgan chog'da chidab yotadi hamda shu. Tishini tishlab chidab yotadi. Kesib bo'lgandan keyin hamda u zamonlarda bunda qiziq yoqqa bosadigan chilaydi ekan shu kesilgan, ya'ni bu mayaliqi yomonlab ketmasin, yomon bo'lib ketmasin, qatsin deb anda qildigan o'xshaydi. Shu mayga putini, qiziq mayga chilgan vaqtida aylanib ketdi, hushidan ketdi. Shu bir kuni, shu hushidan ketgan bir kunida Qur'on o'qiyolmay qolgan. Bo'lmasa hayoti bo'yicha har kuni Qur'on Karimning 4ning birini kunduzi Qur'on qarab, kechasi tahajjud namozida o'qiydigan. Shu bir kunni Qur'on o'qiyolmay qolgan. Hushiga kelgandan keyin mening putimni akalanglar ko'ray deydi. Ma'qul deb kesayotgan putini akaganiga putini tutib turib, "Ey putim, sen mushu yoshgacha menga xizmat qilding. Sana dastlab sen bilan Allohning masjidlariga bordim, ibodat qildim, jihad qildim, yaxshi ishlarni qildim. Ammo sening bilan qat'iy harom yo'lga mangmadim. Alloh guvoh bo'lsin, senmi guvoh. Men sen bilan harom yo'lga mengib boqmadim. Sen hamda mendan burun ketib qolgan bo'lding" deb shunda deydi. Undan keyin shu asnoda xalifa Abdulmalik ibn Marvonninki yeniga bir mehmonlar keldi bir yerdan. Xalifani ziyorat qilg'il keldi. Kelgan odamning ichida bir amo odamni birga keldi. Shuni paranglashib o'tirib, sizga nima bo'lgan degandan keyin mening qissamni so'zlab bersam, nayt ichinishlar dedi. So'zlar desa, men burun boyliqimni jiq, qo'y kalam, tuga, ot,
nurgun näslerim bar, ballarym çık, bir qancha aýalym bardy. Aýndaqdyk. Bir keçide bizning aşı wadiga sel geldi. Aş selde baylıklarımның hemmisi, mal varallarımның hemmisi ekip ketdi. Ballarım ekip ketdi, ayallarım hemmisi ekip ketdi. Şu birla balam kaldı. Birla balam qulamda qalğandı, şu balam kaldı. Birla tügem kaldı. Bir balam bil, bir tügemli kaldı. Şunu olan endi balamni tutup tursam tügem keçip ketdi turdi. Balamni qapqap tügünü qoğluğulu yugursam şu arlıqda bir büyürü kelip mening balamni yep ketilip qopdy. Şunu olan tügünü qoğlaşdan vaz keçip balamning yanıga kep boğuça o büyüre balamni parçalap yigirtdi. Şunu endi tügemni olsam tutolay endi dep tügünün aqısdan basam tügüge yıkılışıp kelgende tügü birini tepti peşanemge. Şunu iki güzem şunun degen kör olap kaldı. Yani bir keçide bütün baylıklarımdan, ballarımdan, ayallarımdan, hemmeden iki güzemden mi ayrıldım. Allah'ın yanıma benim hayat kaldığımda şükür kılıp şu bala kazalarga sever kılıp da turvatıman degendikin. Sizning musibetiniz acayip çoğunken, miyadiminki bir dostumnunki, bunun bir musibet kelgenti. Siz üzünüzden beşinizden ötkenini bu kişiye bir sözlep birin kirip, belki teselli edip qala. Dünyada mendinmi ağır musibetke, mendinmi ağır bala qazaga uçurgan adamlarım barken dep qalsın deytken, şunu ekirip sözlep bitken. Şundan keyin Urva ibn Zübeyir Medine'ge qaytdı diken. Medine'ge qaytıp uyga kelgandan uydagilar balabaqlary, ayallary yığlap onu çağırıp bu ahvalni ko'rib yığlap ketgan. Şunu deydiken yığılmanglar nima ish qilgaysizlar? Men hozirmi Allohga shukr qilman. Chunki Alloh menga 4 farzand bergandi. Uning 3ni qapqap menga birini elib ketdi. Agar birini qapqap 3ni elib ketsam elib ketadi. O'zi berdi, o'zi elib ketdi. Ammo menga 3ni qapqap birini elib ketdi. Buningga shukr qilman. Menga 2 qo'l, 2 put bergandi. Bir putumni elib ketdi. 3ni qap qo'ydi. Buningga shukr qilman. Deydikin. Şunu olan Medine'deki şu çoğunlar, cemaatler kirip şunda teselli birtken endi sizden oğlunuz, putunuz sizden burun cennetke bağış duruptu. Bunun mu Allah Taala'nın ki takdiri bu. Bunun da bir çokum yaxşılık var. Sever kılın deytken. Şunun deyken yani şu ibadetlerini aşı boyunca devamlaştırır deyken. Devamlaştırıp yani uzun yıl ömür gördükken bir günü Ramazan gündüzde iftar az qalğan vaqtida iftar qilamiz deb tuğa vaqtida vafot bo'ldi, olamdan o'tdi Medine'de. Yani biz bu qissadan hamda bir taqvolikning, haqiqiy taqvolikning ki ulgusini olamiz. Undan Allah Taoladan kelgan balo qazoga sabr qilishni o'rganamiz. Allah Taala hammamizni yaxshi